Короче, shunaqa gaplar va qishloqqa tushundingmi o'zi? Hech narsa tushunganimiz yo'q. Biz o'zi urushayotgandik. Sen nima qayerdan tiqilding bizda? Ariza yozishimiz kerak edi. Mayli unda uchrashib ketaman. Bratan yaxshimisiz? Ha, yaxshi bo'ladi. Unda mana ular ariza yozmoqchi ekan, bir-biri bilan bo'lishib yotibdi. Ha, hozir o'zim ko'raman-da. Xullas, siz boraveringchi. Mayli unda yaxshi. Xullas, ketdim. Короче, o'zimning ishlarimni ko'ray. O'zimning ishlarim o'zi boshimdan oshib ketibdi. Lekin ko'rganim yo'q-da. Xullas, yaxshi. Hello, sizlar bilan men Jakimka va bugungi videoda ko'rishib turibmiz va videoga like bosib kanalga obuna bo'ling va bundan keyingi videolar juda ham ajoyib chiqadi va siz videoga like bossangiz biz undan ham yaxshi videolar olishni boshlaymiz va undan keyingi videolar juda ham ajoyib chiqadi va nima gap bo'lyapti? Mer yaxshimisiz? Ha, yaxshi bo'ladi. O'zingiz o'rmasa, ha bo'ladi. Bir oldingizga boraymi? Ha, bitta masala bor aytganda, kecha xullas uydamisiz mer o'z ichidan? Ha, uyda qayerda bo'lardim? Osmondamanmi? Yo'q, rostdan ham shunaqa bo'ldim, janoblar. Ha, shunaqa bo'ldi. Jakmisan? Ha, men Jakman. Nima gap? Hech gap yo'q. Dam olishga boramiz degan kelgandim. Ha, ket, borsak boramiz. Qayerga boramiz? Soqol oldiga-da xullas. Bo'lmasa sen bor joy tayyorlab qo'y. Mayli. Hozir nima qilmoqchisan? Men uyimga borib kutib turaman qolguningcha. Mayli. Qanaqa dam olamiz u yoqqa borib? Bilmadim, lekin yoz keldi-ku endi. Yoz qayerda yoz keldi? Bahor-ku hali. Zato yoz kelishiga salgan qoldik-ku. Lekin bahorimiz ham yozdan farqi issiq bo'lib ketdi. Vapshi kunlar isib ketgan. Men uyimda turaman, qarochi, o'zing eplashtirib yor nimadir qilib zo'r qilgin. Bo'ldimda marketdan narsalarni olib, o'zi zakaz bergandim, shularni olib borib ta'mirlab qo'yaman-da. Aha, bo'pti hozir. Men qo'l o'zimda ishlarim bor, kakras o'shalar hal qilib yuboraman. Ha, bo'ldimda. Bo'pti. Mayli. Unda marketdagi narsalarni olaylikchi. Marketga o'zim narsalarni zakaz qilgandim. Yetib kelgan bo'lsa kerak, tezkor pochta orqali edi. Nima, qayerga o'tib ketdim? Market sherda-ku, aytgancha. Esdan chiqibdi. Bu eshikni katta qilib ochib qo'ysa bo'lmaydimi? Biratan men narsalarni olyapman, короче. Baribir bu bezuk-ku. Men qolgan narsalarni ham olishim kerak. Qayerda soqil bor? Aytgancha, shu naryoqda soqil bor ekan. Shu naryoqda qurib kelaman-da. Keyin Jo'xani o'zi taklif qilaman. Jo'xaniga o'zi ishlari band ekan va ya'ni ishlar bilan band ekan va bu narsalarni olishim kerak va o'zi narsalar ko'p yetarlicha olib kelingan ekan, yaxshi. O'zi shular yetarmikan? Hammasini olib boray. Balki kerak bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun hamma narsani olib borishim kerak. To'g'ri keladi va men ketdim, короче. Baribir bunga gap aytish qiyin va ya'ni gap aytib o'tirmasak ham bo'laveradi va ichimliklargacha olib kelgan ekan. Yaxshi, o'zi men boshqa narsalarni ko'rmoqchi edim va Jo'xadan bir-ikki narsalarni olishim kerak. O'tib ketgandim uyimda aytgancha. Uyimda axir narsalar yo'q-ku, Jo'xadan olishim kerak va Jo'xaning uyida ham narsa bo'lsa yaxshi bo'lardi va u har doim hamma narsani saqlaydi-ku, o'zining ishlari ham ko'p chiqib qolgan bo'lsa kerak. O'zi poz ekinlardan bo'shab qolsa yaxshi bo'lardi va menga bitta kirka va bitta xullas hamma narsadan bitta kerak. Qilich kerak emas, chunki menga qilich nima kerak? Bitta ham zombilar qolmagan-ku. O'zi qishloqlar zombi go'shi bilan shug'ullanib, ya'ni zombi go'shini yeb, zombilar ham yashirinib qishloqlarni ko'rsa qochib ketadigan bo'lib qolgan. Shuning uchun zombilardan bitta ham yo'q. Meni ko'rsa ham qochib ketsa kerak. Bitta qishloqqa telefon qilib yuborsam, qishloqlar o'zi hammasi kelib zombini olib qochib ketadi va menga xullas zombi kerak emas va bu yerdan avaylab chiqib olsam juda yaxshi bo'ladi va bu uylarni o'zi qurgan yomon bo'lganda o'zi shaxobchani chekkaroqqa qurib qo'yish kerak edi. Mayli, menga farqi yo'q. Va yaxshi, bu mashina menga yaxshi ekan. Chunki o'zi yangi olgandim. Sinash uchun-da, bu sinashga yaxshi ekan xullas. Men bu mashinani qayerga qo'ysam ekan? Normalroq joyga qo'ymasam bo'lmaydi va qolgan joyga borsa o'zi mashina titilib qoladimi yoki biror joy qiriladimi? Shuning uchun sherga turib tursin, paka. Men borib narsalarni tayyorlashim kerak. Bu nima narsa ekan? Bo'ldi, tushunib bilmaydim men va bu yerdagi narsalarni bu o'zi gun deb yozilgan ekan. Qurol yaroq bormi ekan? Bu tushunib bilmay qoldi va bu yerda so'xil. Vatta, bu yerdagi so'xillar juda yaxshi ekan. Ajoyib, lekin suvga tusha olmadim. Mayli, salgan jonim ketgan qoldi, lekin taqalib qoldim. Mana menda yurish qiyin bo'lib qoldi. Bu yerga yurish o'zini neto bo'layotgan ekan va bu bloklarni endi olishim kerak. Kirka kerak bo'ladi menga endi. Eng asosiy rolda kirka kerak bo'ladi va zombilardan hozircha darak yo'q, lekin ajoyib, kunim yaxshi o'tyapti va isib qolmasdan bu joylarni qurib olishim kerak. Isib qolsa keyin Jo'xa ham kelmasa kerak, ishga chiqib qolishi mumkin va
bu narsalarni olib chiqish qiyin bo'ladi. Loy blokda nima qilaman? Tijoratchilik qilamanmikan? Obunachilar nima deysizlar? Tijoratchilik qilib borsam, bularni pullashga to'g'ri keladi. Pullar yo'q qilib yuboraman-da, shuning uchun o'zimga kerak emas. Bu bloklardan o'zi foydalanib ham bo'lmaydi va uncha manfaat tegmaydi va bu bloklardan oldim va endi qayerlardan qursam bo'ladi? Endi suvga qursam yaxshiroq bo'ladi, chunki bu yer yaxshi quruqlikdagi. Endi salgan suvga yaqinroq qilib chiqishim kerak va bu bloklarni normalligini qo'yib chiqsam yaxshi va juda neto qo'yilib ketyapti. Bular qo'limdan sirpanib ketyaptimi, nima tushunib bo'lmay qoldi. Nima kun issiqligidan ta'sir qilyaptimi deymanda, issiq ta'sir qilayotganga o'xshaydi va qo'yilmay qoldi. Ha, aytgancha. O'zi bitta 0.0 ekan, ya'ni 1 demoqchi edim. 0.0 ekan va ajoyib. Endi bu yerdan bitta blok olmasam bo'lmaydi. Aytgancha bu narsalarni qo'yib chiqayinchi. Kerak emas endi, mayli. Qolgan narsalarni qo'ymayman. Soyabonlarni qo'yib chiqish kerak. Kun o'zi issiq bo'lib ketgan va ajoyib. Soyabon juda zo'r soya beryapti va ajoyib, hamma taraflama soya va qolganlariga bonusiga qishloqlarni aytishimiz ham mumkin. Va yo'q bo'lib qoldimi deb o'ylabman. Yuragim yorildi. Keyin yana jo'xani aytish uchun yana shuncha narsani tayyorlashga to'g'ri kelardi va o'zi anchagina vaqtim ketgan qoldi va juda ajoyib bo'lyapti va nimadir suzib yurgani ko'rinyapti, lekin menga yoqmayapti suzib yurgani. Qishloqlarga bitta telefon qilsam, qishloqlarni o'zi ham kelib olib ketish ham mumkin-da, chunki qishloqlar o'zi neto bo'lib qolgan oxirgi kunlarda va ularni tushunish qiyin bo'lib qolgan. Mayli, men tushunaveraman. Jo'xaga aytsam, jo'xani o'zi yo'q qilib yuboradi. Shuning uchun mayli, endi bu yerda bitta skameyka yetmayapti va ajoyib. Nima qo'ygandan keyin o'tirib qolyapman. Issiq ta'sir qilyaptimikan deymanda, qo'limdan sirpanib qo'yilgandan keyin sirpanib o'tirib qolyapman va ajoyib. Bu yerda o'tirgichlar qo'yib chiqsam, hammasi stolni birga qilib yuboramanmikan? Mayli, qilib yuboraman. Birlashib turgan yaxshi, chunki joyni olyapti va bu yerga bitta skameyka qo'yish kerak. O'tiruvchilar ko'paysin, tijoratchilik zo'r bo'ladi, chunki tijoratchilik bu yoqqa ketadi va bu yerlarni stollarni qo'yib chiqsam ajoyib. Bu yerga yana bitta qolib ketgan ekan. Mana yerga ham bitta o'tirgich qo'ymasam bo'lmaydi. Chunki bu yer bo'sh qolyapti. O'zi o'tirgichlar tiqilib yotibdi, menga boshimdan oshib ketgan va bu o'tirgichdan qo'yaymikan, mana shu o'tirgich yetaveradi. O'tirgichga yarasha normalligini stol yo'q ekanda. Bor emas ekan. Endi qo'yib chiqdim va ajoyib. Endi jo'xanachga borsam ekan, nima? Ha, ichimliklar qoldi. Ichimliklarni qo'yib chiqish kerak va bularni neto joyga qo'ymaslik kerak. Salqinroq joyga, daraxtning soyasiga qo'yib chiqsam, ajoyib salqinlab turadi va bu daraxtlarni olib chiqishim kerak va bu daraxtlar o'zi neto o'sganda, mayli endi. Menga farqi yo'q, qo'yib chiqaveraman. Bargi salgina teparoq qo'ysaydi. O'zi bular yosh ekan, endi salgina bargidan qirdamenda, mayli. Endi ichimliklar ajoyib, bir qatorda turibdi. Qishloqlarni ham aytsam bo'laveradi. Qishloqlarni aytamanmikan, hozir o'ylab ko'raman-da, xullas. Endi borsam bo'laveradi uyga, ya'ni jo'xaning oldiga, jo'xani aytib kelsam ham bo'laveradi. Jo'xa qayerda ekan, biror ish bilan band bo'lmasa yaxshi, juda ajoyib joylarni qurdim. Endi jo'xa yo'q bo'lib qolmasa-ku yaxshi bo'ladi va ajoyib. Endi bu tog'lar juda yomon ekan. O'zi bitta qishloqi bilan gaplashib tekislatishim kerak edi yoki o'zim tekislashim kerak edi. Mashina to'g'ri kelardi, jo'xani mindirib olib kelardim. Yaxshi bo'lardi va siz jo'xaning muxlisi bo'lsangiz, bitta videoga like bosib, kanalga obuna bo'ling va bundan keyin videolar juda ham ajoyib chiqadi va bu yerdan yurish salgina qiyin bo'lyapti, chunki tog'liklardan iborat va biz merni oldiga boramizmikan yoki uydamikan? Uyda bo'lsa kerak, chunki merni oldiga ba'zi paytlarga boradi, ba'zi paytlarga uyda bo'ladi, ba'zi paytlarda esa aylanib yuradi. U uyda bo'lsa kerak va uydan birinchi qidirib ko'raman. Uyda bo'lmasa, merni uyidan qidirib ko'raman va merni uyga bo'lmasa, boshqa joydan topib kelaman. Endi jo'xa va'da bergan. Uyda bo'lsa kerak. Jo'xa men tayyorladim, men keldim. Tayyormi darrov уже? Ha, tayyor. Ketdi, bo'lmasa damda olamiz, kafti qilamiz maza qilib. Hozir soat kech bo'pti lekin. Mayli, obed bo'ldi. Holi kech bo'lgan yo'q. Davay yurmaylik. Kunni ham qoq issiq joyga keldik, o'zi maza qilib dam olamiz. Bo'ldimda, hamma narsa tayyor turibdi, o'zi soyabonlarni qo'yib tayyorladim, lekin juda ko'p narsa qo'ydim. Tezroq yur, yetolmayapsanmi? Nima sekin yurasiz, toshbaqamisan? Salgina qolib ketdim-da, yo'q, o'zi ko'p narsa bor-da. Qo'lingda narsa bormi sani? Ha, bor, inventarda. Tezroq yurgin-da. Imkon boricha tezroq boryapman. Sen qolib ketdingda endi, mana birga ketyapmiz va qanday qurgansan, o'zi zo'rroqmi? Ha, zo'rroq.
Mazza qilib dam olaylik. Mayli, hamma narsa tayyor. Qayerda? Buncha uzoq qayerga yetib qoldikmi? Ha, yetib qoldik. Daryoning yaqinida, mana shu daryoning yo'nida turibdi-da. Oho, mana bu plashatkami? Ha, mana shu. Oho, yoribsan-u, qanaqamda katta joy. Ha, shu katta joyda qishloqlar kelib ham dam olishi mumkin-da. Va ikkalamiz dam olamiz deb o'ylagandim men. Nu, mayli, mana shu yerda o'tirib turayinchi. Hoy, Jack, bu yoqqa qaror. Nima bo'ldi? Mana sandiq bor ekan mana bu yerda, bir qarachi. Mana hozir ko'raman. Votda buncha boyliklar. Ana shu ichdagi boyliklarni olib ketishimiz kerak. Davay olib ketamiz. Menga ber hammasini olib borib janob merga topshirib kelaman. Yaxshi bo'ldi-da, o'zim aytaman-da. Menga yo'qmi pul? O'zimiz ikkalamiz aytamiz-da xullas. Bu bo'lishib olsak-chi ikkalamiz janob merga bermasak-chi. O'zimizning xazinamiz bankamizga qo'yamiz-da xullas. Bo'ldi, oldik davay, ketamiz bu yoqdan. Mayli, sen boraverchi. Bo'pti, men ketdim unda. Xo'p, ketaversin. Mayli, men sekin-sekin joylashtirib borib kelaveraman va Jo'xa menga qo'yib ketib bordi. Mayli, men boraveraman sekin-sekin. Ehtiyot guringlashib turgan bo'lsa kerak. Merda ham olib kelishi mumkin. Shu bahonadan yaxshi pullarni joylashtiraylik. Salgina pul ko'p chiqdimi deymanda, kimniki bo'lsa ham bankniki bo'ladi. Chunki mernikida xullas bu yerda Jo'xa yo'q. Jo'xa birdan yo'q bo'lib ketibdi. Bir sekundda shuncha joyga borganiga qo'l qo'yish kerak va bu merning uyi ham juda uzoqda. Jo'xa bilan merning uyi uzoqda. Mayli, guringlashib turgan bo'lsa, merni ham qo'shib olib kelamizmikan? Bizga farqi yo'q. Nima bo'lsa bo'ladi. Merni ham aytib boramiz. Keldim mana uyga va bu qishloqqa nima qilyapti? Yo'q, qara pullar. Hozir Jack olib kelish kerak edi. Men kelib qolgan bo'lsa kerak. Mana keldim mana Jo'xa. Olib kelibdi, kakrasan shu pullar janob merga berish kerak edi. Bo'ldi, qo'yib qo'yaman. Dam olishni 1-2 kun cho'zishimiz kerak edi. Bo'ldi unda. Hamma joy tinch ekanmi? Hamma joy tinch. Siz ham borasizmi? Men shaqada dam olishga. Bo'ldi unda. Bir kun Jo'xa bilan boramiz-da. Yaxshi, unda bu yerni to'g'rilab kelgandim, lekin unda foydalanib turamiz. Ba'zi qishloqlar keladi o'zi yoz yaqin-ku, dam olib ketib turadi, senga puli tushib turadi. Jo'xa bilan senga. Bu fleshkalarni nima qilaman? Bitcoin'i bormi? Shu yerda joylashtirib qo'y. Mayli, unda mana joylashtirib qo'ydim, mayor janoblari va men ham uyimda ketib borsam bo'laverami? Ketaver, pullar joylashtirdik-ku. Mayli, unda men uyimga ketdim, qarochi, dam olishim kerak va ancha ishlarni bajarib qo'ydim. Bugun o'zi ishlarim ko'p bo'lib ketdi. Boshimdan oshib ketgani yo'qmadi, chunki ishlar o'zi yo'qmaydi. Xullas, sizlar videoga like bosib, kanalga obuna bo'ling va bundan keyingi videolar juda ham ajoyib chiqadi.